Hozir men madaniyat joyiga keldim. Madaniyatga kelsam odamlar bu yerda normalniy aholi bor ekan. Hech kim emas ekan. Mana shu yerda hozir 2 etaj uy sotilyapti ekan. Uyimiz ko'ryapsizlar, 2 etaj bo'lib, buni granitsasi mana shu yerdan boshlanib, bu yoqda yana bir 15 metr shu uygacha bor. Uyni ko'rasizlar, 2 etaj, moshni solingan. Scenasini videoda oxirida aytaman. Uyni ko'rsanglar bo'ladi. Ko'rasizlar, hamma o'sha tunukalarigacha yopilib, ozgina shu shuvolarni qildasizlar, bo'ldi. Hozir ichkariga kirib ko'rsatib beraman. Bu tomonda o'sha yamalari, o'sha hamma yo'q, kavlangan. Mana o'sha tayyor bitgan 2 etaj bo'lib solingan. Bu tomonda bitta spanda qilib qo'ysangiz bo'ladi. Mana lesinsalarigacha bitgan. Bu tomonda bitta dush qilib qo'ysangiz bo'ladi. Bu tomonda olsangiz mana kuxna qilib, tashqaridan ichkaridan kirib chiqadigan qo'ysangiz bo'ladi. Bu tomonimizda mehmonxona joylashgan. Tepasidan olsangiz mehmonxona qilib qo'ysangiz bo'laveradi. Ko'ryapsizlar? Uyimizning kengligini, kattaligini gazoblokda solingan. Hozir sizlarga 2-etajga chiqib ko'rsataman. Lesinsalarigacha qo'yilgan mana. Uy tayyor. Shu oqchilarni chaqirasizlar. Tamam, juda kech kirib qo'yganligi uchun uncha yaxshi videoga chiqmay qolyapti ichkaridan. Mana tepa tomondan ko'rinishini qarang. Umuman boshqacha. Tabiatda aytaman, soat 2-etajda turibman hozir. Uyimizning narxi 5,5 million deyapti. Ozmoz kami bor. Akamizga bemalol aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Srochniy uy sotiladi. Uy olmoqchi bo'lgan tanishlarga tezda jo'natib qo'ying. Bizga bitta podpiska esib, like tugmasini esib qo'yish esdan chiqmasin.